Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun uyimizda mana bunaqa 3 ta dasturxonni obzor qilib beramiz narxlar bilan. Bular Bahodir brendiga tegishli. Mana bundan boshlaymiz. 2606 modellar rasmdan ko'rsanglar bo'ladi. Toshlari bo'ladi. Mana orqasini ham ko'rsataman sizlarga. Xo'p, rasmini ham qo'yamiz. Rasmni ham ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, 2606 nech pul modeli? 17. Xo'p, $17 dan $37 gacha mana hamma razmerlari bor. Xohlagan razmeringizda qilib beramiz. Xo'p, keyingisi 2605 modeli. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham toshli, mana. Buni ham rasmini qo'yamiz, montajda mana qo'yib ketamiz. Ko'rib turganinglardek chiroyli vid berib turadi. Shu mehmon kutishga ham juda ham zo'r. Xo'p, bu narxi 15 dan 30 dollar. Xo'p, 15 dan $30 gacha ekan narxi. Mana xohlagan razmeringizdan bor. Razmerini aytsanglar bo'ldi, qilib beramiz. Xo'p, keyingi model 2503. Bu ham juda ham chiroyli. Bu skromniroq ham bo'ladi, mana ko'ringlar. Buni ham rasmlarda ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu narxi 19.40. $19 dan $40 gacha ekan. Narxlari qanaqa? Biz nima ikki xil narx aytamiz. Razmeriga qarab $19 dan boshlab shu $40 gacha davom etadi, shu razmeriga, katta kichigiga qarab. Xo'p, bugungi videoda mana shu 3 ta dasturxonni ko'rsatmoqchi edik. Agar boshqa mahsulotlar ham qiziq bo'lsa, aytsanglar, kommentariyga yozib qoldirsanglar, obzor qilib beramiz. Xo'p, bundan tashqari bizda uyimizda pastellar ham bor. Ularni ham xudo xolis keyingi videolarda ham ko'rsatamiz. Ushbu videomizda mana shu dasturxonlar, mana shu yaxshi ketayotgan, mana shu trendga ketsa ham bo'ladi dasturxonlarda. Xo'p, bizda dastlabki qanaqa? Toshkentga Yandexdan chiqazib yuboramiz. O'zi bizda joyimiz Toshkentda. Viloyatlarga esa BTS pochtadan yuboramiz. Bizda sklad bo'lganligi uchun faqat dastlabkiga ishlaymiz. Bizga murojaat qilinglar. Video описаниесinin tagida batafsil yana modellari, narxlar bilan yozib ketamiz. Bizning Telegram kanalimiz ham bor. Pastda Telegram kanalimizning ham sulkasini qoldiramiz. O'tib olib, boshqa xildagi mahsulotlarni hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Shu Telegram kanalimizda asosiy mahsulotlar. Chunki biz hammasini video qilishga ulgurmaymiz. Telegram kanalda asosan ko'p mahsulotlarni qo'yib turamiz. Bizda bunaqa chiroyli narxlar va kelinglar.